Bilasizlar, meni eng katta yordamchim bu Korzinka Go ilovasi. Chunki zakaz qilsam 1 soatga yetkazmasdan olib kelib berishadi va ishlarimni tez-tez qilib olaman. Bizda ko'p ketadigan narsa gel, kir sovunlar, bunaqangi mo'yshin narsalar. Chunki katta oilada bilasizlar ko'p ishlatiladi, baribir tez tugab qoladi. Ayniqsa bunaqa vlajniylari hamyonbop narxda faqatgina shu Korzinka Go ilovasidan zakaz qilib oladigan bo'lganmiz oxirgi paytlar. Bu suvda magazinlarga chiqib, ovora bo'lib vaqtimizni ketkazishga arzimaydida qizlar. Shuning uchun ayniqsa bunaqa parashoklar bor-ku, hozir kirsanglar skidka narxiga qo'yilgan. Tez xarid qilib olmasanglar, keyin skidka narxidan tushib qolsa, afsuslanib o'tirasizlar. 250 mingdan oshgan zakazlar uchun lekin dastavkani qilib berishadi. To'g'risini aytsam, men Korzinka Go ilovasini barakali xarid deb aytaman, chunki juda ham barakali bo'lib ketadi narsalar olsam. Bu hozir ozgina qismini qo'ydim. Naryoqda yana qancha narsalarim bor, ko'z tegmasin deb sizlarga ko'rsatmayapman-da.